Hürmetlik vatandaş, bugün Çislağa 2023 yıl 11. ayının 11. günü yaptığı şembe vatandaş. Ben başta ettim, hayran kalıyorsunuz, ben hayran kaldım dedim vatandaş. Bu tamam yüzünüzün ihtiyarda. 11. ayının 15. günü San Francisco şehrinde Prezident Joe Biden Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping bilen görüşüdü ve sohbet etkizdi. Bunun da 7 gün burun Reis Xi Jinping özünün yakın sepleşi ve yaki Merkezi Harbiy Komitetinin 2. kol rehberi Can Yushan'ı Moskova'ya evetti. 11. ayının 8. günü Moskova'da Prezident Vladimir Putin'in Moskova şehrinin sırtındaki üyede Cavişanı kabul kıldı ve Cavişan bilen sohbetleşti. Harbiy İşler Komiteti'nin 2. kol rehberi. Bunun sebebi neydi vatandaş? Kaliforniyada Amerika Cumhurbaşkanı sohbeti başlandı. Muşundaq peytsen bir harbiy emeldarını Beijing'den Moskova'ya evetip Prezident Vladimir Putin bilen görüşüp kilişki evettiniz. Nemi ciddilik, nemi tehirsizlik, nemi resmiyetçilik ve yaki nemi çokum şundaq orullaş ve şundaq orullaştırış, şundaq işkilişten ibaret muşundaq çokum yaki belgilengen tertip içinde kılıdığan iş nime? Rusya bilen çünkü ikisi birleşip kılıdığan iş nime? Vatandaşım, bu yıl 5. ayının 20. günü Moskova'nı ziyaret kılıp kaytarda Reis Xi Jinping kaytarda Avrupalık Moskova yaki sabık Sovetler yaki hazırki Sovetler yaki Çar Rusya'nın evladı Prezident Vladimir Putin degen adam yükünüp durup Reis Xi Jinping'nin tızını kucaklap durup nime dedi? Bir Xuda bildi. İkinci adam bilgen de belki, sezgör devletler bilip boğandı belki. Bu acayip bir görünüş vatandaş. Şunun keyin 4. ayının 16. günü kelgende Cumhurbaşkanı Partiyası özünün devlet müdafiə ministeri Li Shangfuni Moskvaga evetdi. Hazır bu kişinin emeli elip taşlandı, gayip. Li Shangfuni Moskvaga evetdi. Bugün endi siz qarap bakın vatandaş, şundaq jir dep aytdı siz, bugün Can Yushan'ı Moskvaga evettiniz. Baş sual koydum, nime gep var? Ben başta seliştirdim vatandaşım. 11. ayının 8. günü Büyük Britanya'nın padişahı Charles Buckingham padişah ordusu da berilgen ziyafetke Uygur'un kızı Rahime Mahmud'u teklif kıldı ve Rahime Mahmud bilen zalgız ziyafetke yetip gelgen 200'den artık adamlarının arası da Rahime Mahmud'u tallap elip senin kılıvatkan işinge minnetdarlığını bildirmen. İnsaniyetke töhbe koştuğunu. Vatandaşım, bunundan 160 yıl burun Angliyanın Hindistan'da turuşlu konsolostovalığı yani memuri aparat organı Uygur'un şu vaktki harbiy işler komandanı Tömür Sıcangı tünügün dedik. Elizabeth yazgan mektupni evetti. Birligen tilla bilen kuşup evetti. Lekin Tömür Sıcan yukarıdaki cevap verdi. Men ne saraladı yardım almayman dedim. 1000 tane harbiy kural yarak. 1000 tane asker bilen yardım kılıman. Sen milletariz Xitaylarni qoğlap çıkırdıgan bolsan yardım kılıman. Men seni Uyguristan'ın padişahı dep tunuyman. Acayip bir şey. Tarihinin acayip bir şey. Lekin Angliya özü bivaslı Hindistan'dan Uyguristan'a kirelmeydi. Çar Rusya tosup durattı. Çar Rusya karşılık kılattı. Kırgılı koymaydı. Sabit Uygur'u yazgan kitap tarixname. Uygur namı degen kitap qaran vatanda şu vaqtida Rusya bilen Çar Rusya bilen Angliya oturuş tüzülgen şartname boyunca Rusya Uyg'uriston kirmaydigan
Angliya Afg'onistonga kirmaydigan shartnoma, tuzilgan shartnoma bu vatandaş. Lekin Angliyaning shu vaqtdagi strategik siyosati Afg'onistonga qaratgan, amaliyotda Qashqariyaga qaratgan strategik siyosati Qashqarda bir mustaqil davlat qurishni o'ylashgan edi vatandaş. Angliya shu chaqda Qashqarda bir mustaqil davlat qurishni o'ylashgan edi vatandaş. Çarosiya bar kuchini ish qilib Angliyaning O'rta Osiyoga kirishini cheklab qo'ydi. Uning ustiga Uyg'urning ishidan chiqqan eli qarimkash kalbala yuqorqidagi pozitsiya qo'llanib Angliya Qashqariyaga kira olmadi vatandaş. Shundan keyin biz boshda nima dediqandan Elizabet padişah qaytib chiqqanlar Afg'onistondan biz Rossiyaga Çarosiyaning peshonasidagi saltanat toji yerga tushganda biz Afg'onistonga kiramiz. Amaliyot qanday yetib keldi Afg'onistonga? Shunday yetib keldi vatandaş. Amerika armiyasi 2001-yili 10-oyning 7-kuni Afg'onistonga hamda bu qatam o'tganda mujohid deb yordam berdi. Rossiya tajovuzchilarini Afg'onistondan qo'g'lab chiqadi. Endi bu qatam Talibanlarni yo'qotishma uning yuşurnuğun Osama Bin Laden'ni tozalash. 20 yil. Mush 20 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari ikkinchi bir rayonga munosabatlik, masalan Uyg'uristonga munosabatlik Xitoy hukumatiga besim ishlatmaganmidi? Hammadan qizig'i Uyg'urning Amerika Davlat Majlisida kishilik huquq bilan o'tirg'i chiqishi dal Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining Afg'onistonga kirib, Afg'oniston 20 yil turganligi bilan munosabatli. Yoki Amerika armiyasi shu vaqtdagi harbiy faoliyatlari jarayonida anda Uyg'ur masalasi kun tartibga kelib, Uyg'ur kishilik huquq masalasi Amerika Davlat Majlisida o'tirg'i chiqdi apan. Men bu yerni yana cho'nqurlab tahlil qiladim. Sen shunchalik to'xtab qolay. Vatandoshim. Shuna qilib 160 yildan keyin 160 yil burun Angliya konsulstuvasi ma'muriy organi Hindistonda Qashqarning harbiy qo'mondoni Temur Sijong'i yozgan Elizabet podshoning xatini topshirganda yuqoridagi tarix jarayonlar boshdan o'tdi deyli. Bugun 160 yildan keyin Angliya Buyuk Britaniyaning Buckingham xon ordusida, podshoh ordusida Uyg'urning bir qizini podshoh Charles ziyofetga taklif qilib, ziyofet jarayonida ko'rishdi. Sening insoniyatga qo'shgan tuhfangga minnatdorligimni bildiraman dedi. Endi navbat, endi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti 11-oyning 15-kuni San Fransiskoda Jungoning raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Endi kelaylik 11-oyning 8-kuni Amerika Jungo Xalq Jumhuriyati Markaziy harbiy ishlar komitetining 2-qo'l rahbari Javishan Moskvaga keldi. Men boshda aytdim, ko'rdingiz vatandoshim. Qanaqa ikki davlat masalalari bir-birini qo'llab keldi. Demidi-doq Uyg'uriston masalasi. Boshqa gap yo'q. Mening Moskvani ziyorat qilishim ikki davlatning harbiy hamkorligini taxminga surdi. Javishanning gapi. Prezident Vladimir Putinga balki Rossiya Federatsiyasining davlat mudofaa ministri Sergey Shoyguga ham shunday dedi. Xo'sh, mushu masala bo'yicha Rossiya bilan Jungo o'tirishga harbiy ishlar munosabati nima? Vatandosh Jungo Kompartiyasi Şinjanga tajovuz qilib kirdi, Uyg'uristonga tajovuz qilib kirdi deydi. Siyoset hukum ma'nosidan aytganda Jungo Kompartiyasi tajovuz qilib kirdi. Bu xato. Jungo Kompartiyasi Uyg'uristonga Şinjanga tajovuz qilib kirgani yo'q. Jungo Kompartiyasi armiyasi, ozodlik armiya Şinjanni mustamlaka Uyg'uristonda ikkinchi bir askariy kuch bilan urush qilgani yo'q, jang qilgani yo'q. Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni degan hozirgi bu rayon ayni vaqtda Uyg'uriston allaqachon
Milli Demokratik İnqilab. 3-nji qatam qozgalgan Uyg'urning Milli Demokratik İnqilab ve onun armiyasi bilen Uyg'uriston allaqachon ozod qilingan edi. Joşavliyan Ürümçi şehrini besip yatkan garnizonның başlığı Joşavliyan canlıca şehret ezip ilacım yok, pırqığı hizmet kılıman. Men hazır ölümnün aldıda. Uyg'urning armiyasi Manasqa kelip to'xtadi. Manas deryasının boyu kelip to'xtadi. Cemiyev 100 minglacha Uyg'ur armiyasi, 100 mingdan ortiq. 80 ming kishilik muntazam quruqliq armiyasi. 20 ming kishilik muntazam otliq armiya. Cemi 100 ming kishilik armiya. Dünyanın arxivlerini izlep tapsam bir devletin arxividan belki bu mesele o'tirg'i chiqadi vatan. Manas deryası boyu kelip to'xtadi. Xalqaro jamiyatning kuchi, xalqaro jamiyatning o'rinlashtirishi, xalqaro jamiyatning u yordami bu yordami orqasida Uyg'urlarni chekindirish, Manas deryası boyundan chekindirish, Uyg'ur armiyasini chekindirishdan iborat xalqaro besim bilan Uyg'urning 100 ming kishilik armiyasi Xitoy Jungo Kompartiyasining va Rossiyaning qo'llashi o'rinlashtirishi bo'yicha 5-korpusga aylantirilib, asta-asta bozgar echib, emgak kesilib, turmaga tashlab, o'ltirib, qiynab, o'zal kesal tugudi vatan. Nemishqama Xinjiangga tajovuz qildi degan bu siyosiy hukm to'g'ri emas dedim vatandoshim. 1941-yili, 49-yili 10-oyning 1-kunigacha şu yılning 5-dan boshlab 10-oyning 1-kunigacha Xitoyning ozodlik armiyasi Stalin harbiy mashina bilan to'shib kirdi. Harbiy aeroplan bilan to'shib kirdi va ba'zi yiqiroq yerlarda harbiy yurish bilan to'shib kirdi. Xitoyning ozodlik armiyasini Şinjan'a, mustamlika Uyg'uristonga elib kirgan kishi Stalin sobiq Sovetlar edi. Bugungi Vladimir Putinning avlodi. Şuna bir yerda harbiy ishlar munosabati degan gap eg'iziga chiqibdi vatandosh. Buning tagibak chunqur sababi nima? Uyg'uristonni diplomatik faoliyatlar orqali qo'liga keltirgan Jungo Gomindangi va Jungo Gongchendangi. Vatandoshim, o'xshashlar harbiy ishlar bilan qo'lga keltirgan. Nima shundaq deymiz? 1945-yil, yo'q, 1948-yil 5-oyning 20-kuni Harbinda imzolangan Rus-Xitoy shartnomasi. Rus-Xitoy shartnomasi bo'yicha Stalin Jungo ozodlik armiyasining Şinjan'a mustamlika Uyg'uristonga kirishini qo'llaymiz, ham o'rinlashtiramiz. 8-moddasida. Mana shuning bilan kirdi, tayyorlangan allaqachon Uyg'ur Milliy Demokratik İnqilobi Gomindangning qo'lidan ozod qilib bo'lgan bu vatanni Jungoning doisi mavzudan tinch yo'lda ozod qildik. Kimning qo'lidan ozod qilding sen? Şinjan degan yani Uyg'uristonni kimning qo'lidan ozod qilding? Uyg'urning qo'lidan, Uyg'urning huquqini, Uyg'urning davlatini ozod qildingmi? Mavzung efendi, dunyoda bunday gap yo'q. Mantiqsiz, safsata. Safsataning o'zi yarasha kishigina mantiqsiz bo'ladi. Buning mantiqsiz safsata vatan. Endi gapimiz kelayli. Bugun San Fransiskoda yig'in ochildi. Dal mushundaq vaqtda Jungoning ikkinchi qo'l harbiy rahbarining Moskvani ziyorat qilishi nimadan derak bir tuyuqsiz. O'ylab baqing vatandoshim. Shundoq katta ikki buyuk davlatning rahbari San Fransiskoda yig'in ochildi. Sen tuyuqsiz harbiy ishlar amaldarini Moskvaga avatding degan gapning ma'nosi nima? Rossiya bilan Jungo birlashib Amerika qarishtirdimi? Yo'q, men bunday ko'z qarashni qabul qilmayman vatandosh. Shaxsan Amerika qarıştırdıgan undaq cüret bugün kundimi tarixtim yo'q, bundan keyin yo'q. Rossiya bilan Jungo birlashib Amerika qarıştırdı degan gap bundaq cüret bo'lmaydi vatandosh. Men ishonmayman bunday gaplarga. Şuna mening hayron qolganim vatandoshim. Qarang, 11-oyning 8-kuni podshoh
Charles 160 yıldan keyin bir aytayım, şu vaqtni bilsiz. 160 yıldan keyin ayni chog'da Hindistonda turayotgan Angliya ma'muriyati Afg'oniston masalasi, Qashqariya masalasi bo'yicha strategik siyosat o'xshash. Afg'oniston kirman dedi emniyeti Qashqariyada davlat qurish. Buningdan 160 yil bir yoqpagina tarjimonlik o'qigan vatandoshim. Şu vaqtda kun tartibi kelib, dunyoning diplomatik siyosat elinishi va diplomatik jang maydoni Afg'oniston bilan Uyg'uristonning G'o'lji shahriga markazlashgan edi. Talash-tortish ichida Uyg'uristonning G'o'lji shahri, talash-tortish ichida Afg'oniston. Bugun Buyuk Britaniya podshosi Charles 11-oyning 8-kuni Angliya Buckingham podshoh ordusida Uyg'urning qizi Rahima bilan ko'rishdi. Minnatdormi? İnsaniyatga tuhfa qo'shdingiz. Bugun 11-oyning 8-kuni Reis Xi Jinping o'zining harbiy amaldorini Moskvaga vatdi. Chunki Uyg'uriston masalasi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi masaladir. 20-yillarning 40-yillaridagi masaladir. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 15-kuni San Fransisko Asiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida Reis Xi Jinping bilan suhbat uyushtirdi. Amerika amaldorlari nima dedi? Mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo ishki davlat boshliqlari suhbatlashganda hamma narsa suhbat ustiga qo'yiladi. Hamma narsa suhbat ustiga qo'yildi. Shunga bu qatimqi suhbat balki Amerika Jungo o'rtasidagi eng oxirgi suhbat. Men degandim arliqda tugallanadi, oxirlashadi. Mayli bu davom qilgani 40 yil bo'lsin. Masalan, alayli Prezident Clinton 1998-yili 6-oyning 27-kuni Beijingni ziyorat qilgan vaqtda qo'ygan birinchi jumla so'zni deb aytay vatandosh deb keldim sizga. Jungoning davlat chegarasi zada qayerdan qayerga yetdi. Men yana shuni qo'shib aytay deb aytay, hurmatli vatandoshlarim sizlarga 2005-yili 5-oyning 6-kuni Litvaning Riga shahrida Prezident Jordi W. Bush vaqtda Ikkinchi dunyo urushining 50 yilligini xotirlash munosabati bilan so'zlagan nutqida yaltijig'ini intayin zo'r tarixiy xatolik edi deb ko'rsatdi. Bugun shunga men hayronman. Suhbat boshlanishdan avval men shundoq bo'ldi xiyolim keltirmagan juma burunqilarda ancha-muncha xiyolim keltiratdim. Xabarlarni to'g'rilab turib keltiratdim. Men xabarlar shuna to'g'ri keladi. Men bu qatim o'ylamagan shundoq jiddiy suhbat payti mazgilida Jungo Kompartiyasining o'zining harbiy vakili Jang Yushani Moskvaga avatadiganligini o'ylamagan edim. Bugun men bunga hayron qoldim vatandosh. Natijasini endi prezident Joe Biden bu qatimqi suhbatda qaysi masalalarni o'rtaga qo'ydi? Reis Xi Jinping qanday javob berdi? Buning natijasini 11-oyning 15-kunidan keyin sizning va bizning ko'rishimizga Allah nasib qilsin vatandosh.